Senga o'xshagan tentak xotinlar tarbiyali yigitni ham abyuzer qiladi. Bizga o'xshagan. Ha? Siz bilag'on bo'lsangiz, hammasini bilar ekansiz. Shu yoshgacha nega o'ylamagansiz o'zingiz? Shuni aytaman-da. Uylanmayman men, o'zim bilaman. Birovning gapi bilan aldamchi hissiyotga aldanib uylanib, birovga o'xshab ajrashgan odam bo'lgim kelmaydi meni. Birovga o'xshab deysizmi? Ha? Birov deysiz-a? Ha. Kimga ishora qilyapsiz? Sizdan boshqa ajrashgan kim bor bu yerda? Ha, shuni yuzimga aytsangiz-chi. Aytaman. Ayting. Aytaman. Ayting. Nega jahl qilaverasiz? Ajrasharkansiz, nima keragi bor erga tegib? O'ylamay erga tegib olasizlar-da. Menga e'tibor yetmaydi deb eringizni boshiga chiqib olasizlar. Undan keyin onang aytdi deb ona bilan bolani orasiga sovuqchilik tushiradigan ham sizlarsiz. Ha, shunaqalardan bo'lishingiz ham mumkin. Bilaman-ku men sizlarni. Erni er qiladigan ham xotin, qaror yer qiladigan ham xotin deyishadi. Bitta